Sun'iy intellekt qanchalik xavfli? Videoni boshlashimdan oldin like bosib qo'ying. Statistikaga ko'ra, hozirgi paytda dunyo bo'yicha sun'iy intellektdan foydalanayotgan odamlarning soni 1 milliardga yaqinlashgan. ChatGPT'ning o'ziga har kuni o'rtacha 50 milliondan ortiq savol berishar ekan. Bu degani sun'iy intellekt bizani o'rnimizga fikrlayapti. Hatto biz uchun qaror qabul qilyapti. Bu darajada tez rivojlanish ko'pchilikga yoqmayapti. Chunki ish joylari qisqaradi, odamlar mustaqil fikrlamaydi. Mashinaliklar bo'lsa sun'iy intellektdan yomon yo'llarda foydalanishyapti. Sizga hozir SMS kod boradi. Shu kodni menga aytvoring. Va eng yomoni, sun'iy intellekt insoniyatdan aqlli bo'lib qolishi mumkin. Sun'iy intellekt bunaqa tez rivojlanayotgani yaxshimi yoki xavfli bo'lishi mumkinmi? Kommentda yozib keting. Ko'pchilik sun'iy intellekt ishlatish uchun qimmat telefon kerak deb o'ylaydi, lekin unaqa emas. Misol uchun Texnomartdagi $100 Redmi A5 sun'iy intellekt ilovalarini bemalol ko'taradi. Aytgancha, buni narxi arzon bo'lgani bilan oddiy telefon emas. 2025-yilda chiqqan bu smartfon 5200 megaamperli batareya va 8 yadroli protsessorga ega. Biz даже bunda montaj ham qilib ko'rdik. Videoni arzonga yaxshi ishlaydigan telefon qidirib yurgan tanishingizga jo'natib qo'ying.